Bugun siz azizlar bilan harflarning maxraj va sifatlari to'g'risidagi darslar to'plamining ikkinchi qismini boshlaymiz. O'tgan darsda biz maxraj va sifat tushunchalarining ma'nosini o'rgandik. Shuningdek, tovush hosil bo'ladigan 5 ta asosiy nutq a'zolarining nomlarini ham bilib oldik. Bundan tashqari, har bir ushbu 5 ta joyda bir yoki bir nechta maxraj, ya'ni harf hosil bo'lish o'rinlari borligini ham o'rgandik. Yodingizda bo'lsa, birinchi bo'lib javf, ya'ni og'iz bo'shlig'i bilan tanishib, bu joyda mat harflari alif, vav va ya, ya'ni 3 ta cho'ziq unli harflarning chiqish joy ekanini bilib oldik. Bugun esa biz keyingi bo'limga, ya'ni halqumga o'tamiz. Arab tilida halqum halq deb ataladi. Keling boshlaymiz. Halqumda 3 ta maxraj mavjud, ya'ni 3 ta harf chiqadigan o'rin bor. Halqumning eng chuqur qismi, halqumning o'rta qismi, halqumning eng yaqin yuqori qismi, ya'niki rasmda ko'rib turganingizdek, og'iz bo'shlig'idagi tilga eng yaqin yuqori qism. Bu maxrajlarning har biridan ikkitadan harf chiqadi. Halqumning eng chuqur qismidan ha va hamza, halqumning o'rta qismidan ha va ayn, halqumning eng yuqori qismidan esa xo va g'oyn harflari chiqadi. Ushbu darsda biz halqumning eng chuqur qismiga va bu joyda hosil bo'ladigan ha va hamza, aniqroq aytadigan bo'lsak, h va a tovushlariga e'tibor qaratamiz. Ikkala tovush ham ovoz paychalaridan chiqadi. Bu ovoz paychalari halqumning eng chuqur qismida joylashgan. Ovoz paychalari joylashgan o'rnini yaxshiroq tasavvur qilishingiz uchun erkak kishi tomog'idagi kekirdakning bo'rtib chiqib turadigan joyini ko'z oldingizga keltiring. Ana o'sha joy ovoz paychalarining o'rni hisoblanadi. Ularning ochilib yopilishi natijasida biz talaffuz qiladigan harflar chiqadi. Keling, endi ha tovushidan boshlaymiz. Ha tovushi hosil qilish shunchaki o'pkadan chiqadigan havoni ovoz paychalaridan o'tkazishdir. Buning uchun ovoz paychalari biroz ochiq bo'lishi kerak. Shunda havo u orqali o'tib, ishqalanish hosil qiladi va natijada ha tovushi paydo bo'ladi. Havo harakati natijasida yuzaga keladigan bu mayin ishqalanish aynan ha tovushini shakllantiradi. Ha kabi. Misol uchun huda, ihdina, fabihudahu muqtadih. Shunday qilib, biroz ochilgan ovoz paychalari orqali havo o'tishi natijasida to'g'ri ha tovush hosil bo'lar ekan. Hamza esa a tovushini hosil qiladi. Bu ham ovoz paychalarini boshqarish orqali yuzaga keladi. Lekin endi bu safar biz ha tovushida qilgan ishimizning aksini bajarishimiz kerak. Ya'ni ha tovushida havo ovoz paychalari orasidan o'tib ishqalanish hosil qilsa, hamza tovushida esa havo butunlay to'xtatiladi, chunki ovoz paychalari to'liq yopiladi. Masalan, yati, aro, shay. Demak, ha tovushini hosil qilish uchun biroz ochiq ovoz paychalari orqali havoni o'tkazasiz. Biroq hamza tovushida esa ovoz paychalari butunlay yopiladi. Natijada havo harakati to'xtaydi va aynan shuning hisobiga hamza tovushi hosil bo'ladi. Ushbu tovushlarni hosil qilish nisbatan oson bo'lsa-da, Qur'oni Karim tilovati davomida ularni to'g'ri va aniq talaffuz qilish juda ham muhim. Shuningdek, siz o'quvchi sifatida ushbu tovushlarni talaffuz qilishda keng tarqalgan xatolardan ehtiyot bo'lishingiz kerak. Keling, ha tovushini talaffuz qilishda keng tarqalgan xatolarni ko'rib chiqamiz. Biz avval ha tovushini hosil qilish uchun ovoz paychalari biroz ochiq bo'lishi kerak ekanini bildik. Eng keng tarqalgan xato bu ovoz paychalarini haddan tashqari ochishdir. Agar ovoz paychalari juda keng ochilsa, bu quyidagi muammolarga olib keladi. Ishqalanish kamayadi va natijada ha tovushi zaif eshitiladi. Tovush hosil bo'lishi uchun ko'proq havo chiqarishga majbur bo'lasiz. Natijada nafas tez tugaydi. Oxir-oqibat tovush baribir juda kuchsiz va noaniq bo'lib qoladi. Bu xato ayniqsa ha harfi so'z o'rtasida kelganda yoki sukunli bo'lganda ko'proq kuzatiladi. Masalan, Fotiha surasida ihdina so'zi. Agar ovoz paychalari haddan tashqari ochiq bo'lsa, u ihdina kabi noto'g'ri chiqadi. Agar ha to'g'ri talaffuz qilinmasa, uni eshitish qiyin bo'ladi yoki siz tovushni sun'iy ravishda kuchaytirishga majbur bo'lasiz. Bu esa ortiqcha bo'rttirishga olib keladi. Yana bir keng tarqalgan xato bu ha harfi so'z oxirida, ayniqsa mat harfidan keyin kelganda noto'g'ri talaffuz qilishdir.
Bu joyda odatda ha harfi aniq eshitilmaydi, chunki yetarli darajada havo chiqarilmaydi. Natijada tovush juda sust bo'lib qoladi va eshitish qiyinlashadi. Kullama adaa lahum mashaw fi. Mana, guvoh bo'lganingizdek, ha eshitilmasa, tovush fi kabi chiqib qoladi. Ya'ni ha tovushi butunlay yo'qoladi. Bu aniq xato bo'lib, undan ehtiyot bo'lish kerak. Buning oldini olish uchun yetarlicha havo chiqarib, ha tovushining aniq eshitilishiga e'tibor qaratish kerak. Ayniqsa agar ha sukunli bo'lib, so'z oxirida kelsa, uni to'g'ri talaffuz qilish juda ham muhim. To'g'ri talaffuz quyidagicha bo'lish kerak. Kullama adaa lahum mashaw fihi. Endi esa hamza tovushini talaffuz qilishda uchraydigan keng tarqalgan xatolarni ko'rib chiqamiz. Eng keng tarqalgan xato bu ovoz paychalarini to'liq yopmaslikdir. Esingizda bo'lsa, yuqorida hamzada ovoz paychalari to'liq yopiladi degandik. Agar ovoz paychalari to'liq yopilmasa, hamza tovushi aniq va tiniq emas, balki juda zaif eshitiladi yoki umuman yo'qolib ketishi mumkin. Bu xato ayniqsa hamza so'zning o'rtasida kelganda ko'proq uchraydi. Masalan, ya ayyuhallazina amanu. Buning o'rniga hamza tovushini to'g'ri hosil qilish uchun har doim ovoz paychalarini butunlay yopib, aniq va tiniq talaffuz qilishga e'tibor berishingiz kerak. Ya ayyuhallazina amanu kabi. Ikkinchi keng tarqalgan xato bu hamza talaffuz qilinayotganda oz miqdorda havo ovoz paychalari orqali chiqib ketishidir. Bu xato hamza tovushidan keyin mayin qalqala yoki yengil ha tovushining paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Masalan, ya'ti, ya'ti, as-samaa, as-samaa. Bu xato odatda hamzani aniq talaffuz qilishga harakat qilayotgan o'quvchilarda uchraydi. Ular hamza tovushini to'liq chiqarishga urinish jarayonida uni ortiqcha bo'rttirib yuboradilar. Natijada noto'g'ri talaffuz yuzaga keladi. Shu bois bunday o'rinda ovoz paychalarini to'liq yopib, qalqala qilmay talaffuz qilish zarur. Ya'ti, ya'ti, as-samaa, as-samaa kabi. Hamza so'z oxirida kelganda, masalan, as-samaa so'zida uni to'g'ri talaffuz qilishga yordam beradigan eng muhim usullardan biri bu nabrni qo'llashdir. Nabr qisqacha qilib aytganda urg'u berish degani. Bunda urg'u tushgan harf qolganlariga nisbatan balandroq aytiladi. Uni qo'llash esa hamza tovushining aniq chiqishini ta'minlaydi. Nabr haqida inshaalloh kelgusi darslarimizda alohida batafsil to'xtalamiz. Demak, bugungi darsimizga kichik bir xulosa qilamiz. Ha va hamza tovushlari ovoz paychalarida, ya'ni halqumning eng chuqur qismida hosil bo'lar ekan. Ha'ni chiqarish uchun ovoz paychalari biroz ochiq bo'lish kerak. Hamzani hosil qilish uchun esa ovoz paychalari to'liq yopiladi, ya'ni havo harakati to'xtatiladi. Eng muhim tavsiya esa bu tovushlarni to'g'ri talaffuz qilishda ortiqcha bo'rttirish yoki sun'iy kuchaytirishdan qochish zarur. Chunki ular oson hosil qilinadigan tovushlar bo'lsa-da, noto'g'ri talaffuz qilish ham oson bo'lishi mumkin. Menga fikr mulohazalaringizni bildiring. Agar siz ushbu darsdan yangi narsa o'rgangan bo'lsangiz, izoh qoldirish va videoga like bosishni unutmang. Bu darsning boshqa odamlarga ham yetib borishiga yordam beradi. Tomosha qilganingiz uchun rahmat. Agar siz Qur'onni arab tilida o'qishni va tushunishni boshlamoqchi bo'lsangiz, shu yerdan o'z sayohatingizni boshlashni tavsiya qilaman. Keyingi darsda ko'rishguncha